Seyit Nochi, Uyg'ur xalqining xalqparvar, sodda, oq ko'ngil baturi Seyit Nochi 1876-yili Qashqar Bashkaramning tog' bo'yiga qarashliq Yayla kentida hunarvan oilasida dunyoga kelgan. Uning dadasining ismi To'xti Muhammad, onasining ismi To'xtixon bo'lib, To'xti Muhammadning Musa xon, Seyit Axun, Muhammad xon va Zo'rxon qatorliq 3 o'g'il, 1 qiz, 4 farzandi bo'lgan. Seyit Nochi bolalarning ikkinchisi edi. Seyit Axun tug'ilgan yili uning akasi Musa xon 10 yoshga kirgan bo'lib, ota-onasiga yordamlashgudek bo'lgan. Bu oilaning yer zimini bo'lmag'achqa, ko'p vaqtlarda boshqalarga yalanib ishlab yoki yer ijara elib terib, o'rtaqchilik qilib turmushini to'limi g'urbatchilikda o'tkazgan. Garchi To'xti Muhammad bir qancha avloddan beri hunar kasb bilan shug'ullanib kelgan Navoiy avlodi bo'lsa-mu, Qashqariya davlati Manchang Xitoylar tarafidan ishg'ol qilingan o'tkinchi vaziyatda yezi egiligi umumyuzlik xaroblashgan bo'lg'achqa, uning Bashkiramdagi hunar kasb tirikchiligi yurishmagan. To'xti Muhammad o'g'il bolalik xarakteri kuchlik, ammo oq ko'ngil, durust odam bo'lg'achqa, davomliq boshqalarga yalanib ishlayverishga ko'ngli ko'tarmay, mustaqil tirikchilik qilish maqsadida Qashqar shahrining Ko'zchi yor beshiga ko'chib kirib makonlashgan. Ondan 17-18 yoshlarga kirib qolgan cho'ng o'g'li Musoni o'ziga yondab, ko'zarda Navoiyxona ichib tirikchilik qilgan. To'xti Muhammad va To'xtixon ochilar maktab yuzi ko'rmagan qora turi kishilar bo'lg'achqa, bolalarini o'qitish o'rniga hunar kasb ahli qilishga tirishgan. Shuning uchun Seyit Axun nomrod oila muhiti va murakkab ijtimoiy sharoitda qiqilib, so'qilib, oq ko'ngil, samimiy mard, xushchaqchaq ammo sodda bola bo'lib yetilgan. U 15 yoshga kirguncha dadasidan Navoiylikni o'rgangan. 1895-yili Seyit Axun 19 yoshga kirganda zamonasidagi usta jambozlarning biri bo'lgan Mehmet Jambozni ustoz tutib, chambozchilik va qilichvozlikni o'rgangan. Mehmet Jamboz o'lib ketgandan keyin Yusuf Jambozni ustoz tutib, chambozchilikni o'rganishni davomlashtirgan. 1902-yili 6-oyning boshlarida Seyit Axun do'stlari bilan hasrat saylisiga chiqib, Sharbat ko'li yonidagi maydonda o'tkazilgan chelishish musobaqasini ko'rgili kelgan. Chelishish musobaqasida bir Xitoy cheriki Uyg'ur chelishish qoidasiga zid holda o'ziga qarshi chelishishga tushgan bir Uyg'ur jambozni chimoqlab, hiyla bilan yiqitib, ko'ranglab ketgan. Xitoyning bu saxtpazligini ko'rgan Seyit Axun Xitoy cheriki bilan chelishishga tushib, uni kuchumayla yulib elib, beshidan egiz ko'targanicha maydonni aylantirib yerga urgan. Mana shuningdan tartib u Qashqar xalq ichida Seyit Nochi deb atalgan. Seyit Axun Seyit Nochi deb atalgan kunlarda dadasi ushtumtut qazo qiladi. Aksi Uchturpanda o'ltiraqlashib, Navoiylik qilayotgan tog'isini panoh tortib berib, shu yerda o'ltiraqlashib qoladi. Bu vaqtda Seyit Nochi 26 yoshga kirgan edi. Shuningdan keyin u bir mazgil Qashqardan Uchturpanga berib kelib turdi. Kambag'al oilasida o'sib yetilish jarayonida o'zlashtirgan o'zingni xor qilg'ucha kuchingni xor qil degan halol aqida bo'yicha Navoiylarga nimkor ishlab turmush kechirdi. Uning bu mazgillardagi hayoti Seyit Nochi qo'shiqlari va Seyit Nochi dostonlarida mundaq suratlanadi. Algak bilan un tasqab, o'tmakda umr. Atdigandin kechgacha aylaymiz ximir. Seyit Nochi kichikidan boshlabla xalq ichida o'sib yetilgan bo'lg'achqa, yomondan qo'rqmaydigan, yovashdan bo'zaq qilmaydigan, mardlikini qo'ldan bermaydigan, boylikni do'st tutmaydigan, yolg'onchilik, saxtpazlikni o'ch ko'radigan, oq ko'ngil, sodda, ammo
qo'rqimsiz va mardona yigit bo'lib cho'ng bo'ladi. Seyit Nochi bu jarayonda yana o'z zamonasida jambozlikda dong chiqargan. Shuningdek, botirligi bilan kishilarning cho'nqur hurmatiga erishgan Hoshim Jamboz degan kishidan chambozchilik o'rganib, o'z mahoratini texmo mukammallashtirdi. Seyit Nochining bo'yi 1.80 santidan egiz bo'lib, shirninkidek kang ko'kriki, yo'lvoz tapanidek olqini bilan uni ko'rgan har qanday dushmanlarining yuragiga vahima soladigan alohida hayvatlik odam edi. U o'z zamonasidagi bir qancha dongliq ustozlardan chambozchilikni o'rganib, tarixda yana bir o'xshi oz ko'riladigan jamboz, haqiqiy polvon bo'lib o'ttirg'i chiqdi. Seyit Nochining jambozlikda toza voyaga yetgan ashu yillarida Uyg'ur xalqining tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga qarshi elib borgan Qashqar qo'zg'oloni yuz berdi. Bu Xitoy hukumati 1912-yili 5-oyning 18-kuni mustabid Yang Zishin Sharqiy Turkistonning tutuqligiga, qo'shimcha avom ishlari o'rnining boshliqligiga, Wang Shozingni Qashqarning do'tayligiga, Ju Jidoni Qashqar Koni shahar noyisining amballigiga tayinlangan yillar edi. Bu qo'zg'olon Manchang hokimiyati tarafidan dahshatlik bostirilib, nurg'un qo'zg'olonchilar o'ldirildi va tutqun qilinadi. Bu vaqtda Seyit Nochimi tutish buyrug'i chiqariladi. Bu chaqda amalsiz qolgan Seyit Nochi Qashqardan ayrilishga majbur bo'ladi. Shuningdan keyin Seyit Nochining jahon-kezda hayoti rasmiy boshlanadi. Seyit Nochi jahon kezib Oqsuning Oyko'lga kelib mashrabga qatnashadi. Bu vaqtda ilgari uning donqini anglagan biri uni usulga tortadi. Buni ko'rib so'rindagi Oqsuning nochisi Oqsopi uni mansitmasdan masxara qiladi. Buni anglagan Seyit Nochi chandurmasdan usul o'ynag'ach uning yeniga kelib bir peshva bilanla uning og'zi burnini choplab etadi. Kutilmagan bu zarbidan yiqilgan Oqsopi odamlarga ishorat qilganida ularmi Seyit Nochiga teng kelolmaydi. Buningdan qattiq cho'chigan Oqsopi ham odamlari taraf-tarafdan salg'i tashlab Seyit Nochini bog'lab olib, ko'ranglagan holda "Qandaq, sen Nochimikansan yoki menmi?" deb hayva qiladi. Seyit Nochi qilch tamtirmasdilla "Ras, sen haqiqatan qiltaq qurishqa Nochkansan" deb javob berdi. Xaloyiq oldida qattiq xijil bo'lgan Oqsopi darhol Seyit Nochini o'z qo'li bilan yishib, apu so'rab, izzat ehrom bilan kutib olib, uning bilan do'st birodar bo'lishdi. Shuningdan keyin Seyit Nochi Oyko'lda bir mazgil turib qoladi. Bu jarayonda Oyko'llik bir ayolni amriga oladi. Uningdan To'xtaxun ismli bir o'g'li bo'ladi. To'xtaxunmi xuddi dadasidek qovul ham bardas odam bo'ladi. Seyit Nochi keyin cheriklarning izqo'g'lab kelishi bilan Oqsudimi turolmay oilasi bilan xo'shlashib kuchog'iga keladi. Keyin Xitoy cheriklari kuchog'imi kelib uni tutmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda Seyit Nochi ular bilan elishib 6 cherikni petig'di vitadi. Ravobimni hamra qilib yetdim kuchog'iga, 6 cherik bir bo'lib oldi araga. Shunda qilib, u kuchadimi turolmay Qora shaharga qarab yo'lga chiqadi. Uning Qora shahardagi hikoyasi shundoq boshlandi. Alqisa Seyit Gangung Qora shaharning biqinidagi, cho'ng ko'rikning qishidagi, daryoning iqinidagi g'ujuliq bunjaliqqa kelib ravobini oldi. Zaxmak urib, tariga shundoq larzon chaldi. Taraf-tarafdan kelgan ahli jafokash, musofir hujuvarlarning qo'liga qarab qoldi. Ravob ovozi ularning yuragiga bir o't soldi. U yuqorida aytilganidek Qora shaharga berib, amdi orom ilib, jafokash xalq bilan hol-mung bo'lib turganida, bir zolimning Po'rboyvachchi laqamlik bolasi kelib, Seyit Nochiga bekorla yo'qinadi. Shuning bilan Seyit Nochi Qora shaharda xalqni qoqti-soqti qilib,
Yüreklerini laqti qilibatgan bu zo'migar po'rboyvachchining adibini berib, xalqning o'chini elib beradi. Bu vaqa tezlikda tarqalib, ezilgan xalqning ko'ngliga xushallik va cho'ng tasalli bo'ladi. Ammo uzoq o'tmay bir qancha amaldor va yurt cho'nglari Seyit Nochining oldiga kelib, uning qari shahardan ketish to'g'riliq chiroyli gaplarni qilib, bir ot sovuq qilib kechirim so'raydi. Shuning bilan u qari shahardimi turolmay G'uljining yo'lini tutadi. Seyit Nochi iliga borgan hamon yana manching cheriklari uning iziga tushidi. Seyit Nochi tamtirmasdan ular bilan elishib adibini berdi. U keyin turmaga qamaladi. Seyit Nochi bir kuni oydin kechida turmadan qochib chiqadi. Shundaqla turmaga qamalgan nurg'un begunoh kishilarni qutqizib, tillarda daston bo'lg'adek qahramonlik ko'rsatdi. Bu vaqadan keyin Manching Xitoy doiralari uni yo'qotish uchun qurolliq cheriklarni ishga soladi. Seyit Nochi yana bir mazgil Ili daryo bo'ylarida yo'shirinib yurib qarshilik ko'rsatdi. U 1919dan 1920-yillari Sovetga chiqib ketishga majbur bo'ladi. Bu mazgildagi qismatlari Seyit Nochi qo'shoqlarida mundaq ifodalangan. Ilixoga barmanglar, yo'li xatardir. Zimiston qish nashtiri jondan o'tardir. Seyit Nochi O'rta Osiyodagi Qaraqul, Bishkek va Olmata qatorliq joylarda turdi. Uning Sovet Rossiyasiga qadam qo'ygan mazgili Sovet hokimiyati Oktyabr inqilobidan keyingi kommunist rejimini kuchab qanot yoydirayotgan yillarga to'g'ri keladi. Bu vaqt O'rta Osiyodagi bir qism xalq Sharqiy Turkistonga qochib kelishga boshlagan yillar edi. Seyit Nochi mana mushundaq bir alohida tarixiy vaziyatda Sovet ittifoqiga boradi. Seyit Nochi Sovet ittifoqiga borgandan keyin u yillardagi sotsialistik o'zgarishlar jarayonida Uyg'ur xalqining beshiga kelgan ochiq qismatlardan xabardor bo'ladi. Bu vaqtda Seyit Nochining Sovet rayonida paydo bo'lishi ruslarning diqqatini tortib, uning keyniga payloqchi silib qo'ydi. Seyit Nochi 1922-yili bosh bahorda Olmata orqali yana Iliga qaytib kelib, Ilida bir mazgil turib qoladi. U bu jarayonida aziz vatani Sharq Turkistonda burunqidaklar zulmga uchrayotgan xalqiga Sovet ittifoqidagi ko'rgan bilganlarini, O'rta Osiyo jumhuriyatlaridagi milliy mustaqillik harakatlarini, bulubmu O'rta Osiyo Uyg'urlarining ochiq qismatlari haqidagi ta'sirotlarini so'zlab berdi. Seyit Nochining Ilidagi faoliyati Ilidagi Xitoy amaldori Maduxoning qo'lqiga yetgandan keyin Seyit Nochining harakatlarini qutratquliq deb bilib, yana Seyit Nochini tutish buyrug'i chiqariladi. Seyit Nochi bu vaqtda Ilining yerlik amaldori Sultonboyning yordami bilan Muzdavon orqali Uchturponga keladi. U keyin Oyko'lga berib, ayolining boshqa bir erga yotliq bo'lganligini ko'rib, ko'ngli yerib bo'ladi. Lekin bolasi To'xtining bir chiroyli cho'ng bo'lib qolganligidan suyunadi. Seyit Nochi o'g'liga yetarli xarajatning yo'lini qilib bergandan keyin yana Uchturponga qaytib bordi. U uzun o'tmay yurtdoshlarining yordami bilan asli Qashqar Bashkaramlik Davud Taqchi degan kishining qizi Husnaxonga uylanadi. Bu mazgilida u o'zining chambashchilik va qilichvozlikdagi mahorati, qiron yigitlarga xos jasorati bilan Uchturpon xalqining yuksak izzat hurmatiga sazovor bo'ladi. Hatto Uchturponlik takti kucholiq yerlik amaldor Mamtimin Shitayvang tarafidan cheriklarining mashqavolligiga taklif qilinadi. Seyit Nochi bu vaqtda Sovetdagi Uyg'ur qarindoshlarining ichinishli qismatlaridan aql tepib, yo'li kelsa tajovuzchi hukumat qarmog'idagi Uyg'ur cheriklaridan muvofiq foydalanib ishtavertishga bo'ladiganligini angliq his qilib, bu taklifni maqsadli holda qabul qiladi.